Demak, Beshkagi buni allaqachon muhokama qildinglarmi? Unda buni allaqachon tushunishinglar kerak edi. Umid bu o'z-o'zini aldashdi. Umid bu o'z ko'zini haqiqatdan yo'qotgan zaiflarning bir bahonasidir. Menga 8 va 9 dumlikni berib, rejamni qo'llab-quvvatlang. Yoki urushga tayyorlaning. Hozir kuchim oldindagi emasdi, lekin qo'limizda dumliklar borligini unutmanglar. Sizda g'alaba qozonish imkoniyati yo'q. Buni hali ko'ramiz. Ajoyib. Unda 4-Shinobi jahon urushini boshlandi deb e'lon qilaman. Keyingi uchrashuvimiz jang maydonida bo'ladi. Thank you.